Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Farg'ona viloyat adliya boshqarmasi notariat, advokatura va mediatsiya sho'basi tomonidan 2025-yil davomida sohada qonun ustuvorligini ta'minlash, aholiga huquqiy xizmat ko'rsatish sifatini oshirish hamda nizolarni sudgacha hal etish mexanizmini rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Xususan, notariat sohasida 2025-yil davomida 503.489 ta notarial harakatlar amalga oshirildi. Shundan 26.121 nafari elektron, ya'ni onlayn tarzda xizmatlarni tashkil etadi. Bu esa notarial harakatlarni raqamlashtirish, aholi uchun qulaylikni oshirish hamda davlat xizmatlarini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ko'rsatish borasida amalga oshirilayotgan ishlar samarasini beradi. O'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida 42 ta rejali tekshirishlar, 221 ta reyd, 112 ta sirli mijoz va 67 ta xizmat tekshiruvlari o'tkazildi. Buning natijasida 100 dan ortiq qonun buzilish holatlari aniqlanib, 69 ta notariusga nisbatan 15 kundan 6 oygacha bo'lgan muddatda ularning litsenziyasini amal qilish muddati boshqarma huzuridagi malaka komissiya qaroriga asosan to'xtatildi. Advokatura sohasida Farg'ona viloyatida jami 500 ga yaqin advokatlar aholi o'rtasida huquqiy yordam ko'rsatish faoliyatini qo'llab-quvvatlash, huquqiy madaniyatni oshirish hamda sifatli yuridik yordam ko'rsatilishi amalga oshirildi. 2025-yil davomida davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilib, jami 1700 ga yaqin davlat hisobidan yuridik yordam aholiga ko'rsatildi. Advokatlarning ishtiroki zarur bo'lgan hollarda davlat organlari tomonidan cho'ntak advokatlardan voz kechilib, tizim orqali avtomatik tanlash yo'li bilan advokatlar jalb etilmoqda. Bu esa fuqarolarga sifatli yuridik yordam ko'rsatish uchun zamin yaratadi. Mediatsiya yo'nalishida esa nizolarni sudgacha hal etish mexanizmi, mediatorlar faoliyatini targ'ib qilish hamda aholini mediatsiya institutining afzalliklari bilan tanishtirish bo'yicha keng salmoqli ishlar amalga oshirildi. Mediatsiya orqali hal etiladigan nizolar soni oshishiga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi.